odamlarga manfaatli va foydali bo'lsin. Sababi pul topish oson emas. Hozirgi kunda pulni topib, ustani xizmati ham qimmat. Men buni tushunaman. Shunga men bitta foydali yechim bermoqchiman. To'plib qilmoqchi insonlarga mana ayni kunlarda boshlanadi buni sezoni. To'plib uchun peks turma maslahat berardim. Men o'zim qilsam ham uyimga peks ishlatgan bo'lardim. Sababi 95 gradusgacha ishlaydi. 95 gradusda suv qaynaydi, to'g'rimi? Lekin o'z xususiyatini yo'qotmaydi. 10 yilgacha kafolati bor. Nima uchun? Pekisligi uchun. Pert ko'pchilik ustalarimiz pertga o'rganib olgan. Pert turba nima? Bu 70 gradusgacha, sarig'i pert. 70 gradusgacha ishlaydi. 80 gradusda bu erishni boshlaydi. Vaqtga kelib teshilib ketadi. Bu degani siz uyingizga millionlab pullar sarflab qo'ygansiz, lekin teshilib ketgandan keyin buni ustidan yana boshqatdan pul sarflab, yana usta chaqirib, yana qilgan mebellaringizgacha rasvo bo'lib ketishi mumkin vaqtlar kelib. Lekin siz shuni hozirdan pekisga o'tsangiz, pekis ishlasangiz nima bo'ladi? Pekis 95 gradusgacha xususiyatini yo'qotmaydi. U 95 gradusga qilib olish hozirgi kunda o'zi oson emas. 95 gradusga olib chiqib olish. Chiqqan taqdirda ham xavotir yo'q. Peks narxi qimmatligi uchun ko'p ustalarimiz ishlatishmasdi, lekin hozir zo'r bunga imkoniyat bor. Sababi peksni biz pertni narxidan sal farq qildirib qo'ydik. Masalan, hozirgi kunda eng sifatli pertlar 7,5 ming so'm bo'lsa, lekin bu narsani 7,900 so'm, 8 mingga tushirib qo'ydi. O'zi 11 ming so'm edi. Odamlarga, xalqimizga manfaatli bo'lsin, foydalansin. Sababi bizda omborda yetarlicha borligi uchun buni narxini tushirib, hozirgi qurilish qilayotgan insonlarga yordam bo'lsin. Mayli bizdan mana shuni ko'rsating. 10 yil kafolati bor. Vazni ham 22,5 kilo. Ba'zi turbalar 20 kilo, 21 kilo bo'ladi. Ham qalin degani bu. Buni ichidagi qatlamigacha pekis ishlatganmiz. Ba'zi firmalarda tashqarisi pekis, ichkarisi pert bo'ladi. Biz unaqa o'yin ham qilmaganmiz. Tashqarisi ham pekis, ichkarisi ham pekis. Buni tajriba qilib bemalol sinovdan o'tkazib olsangiz ham bo'ladi. Manzilimizni bilasizlar, Elor Holding, Marg'ilon va Kirgilikda Mendo brendini so'rasalaring, bolalar ko'rsatishadi.